Amerika Davlat bexatarlik ministerligi, Tamojna va chegara qo'g'dash ministerligi Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'urlarining kishilik huquqiga daxl taruz qilganlik sababidan Sharq Turkistondagi ba'zi mahsulotlarning import qilinishiga qarata 5 turlik cheklash buyrug'i chiqarganligini e'lon qildi. Bu cheklama Amerikaga kiyim-kechak va boshqa paxta mahsulotlarini eksport qiladigan 5 ishlab chiqaruvchi o'rin, shundaqla kompyuter zapchaslari va sun'iy chash mahsulotlarini o'z ichiga oladi. Amerika Davlat bexatarlik ministerligining muvaqqat kotibi Kenneth Kochilli taratqularga bu favqulodda kishilik huquq dafsanchiligiga qarata Amerika favqulodda inkos qaytarish kerak. Davlat bexatarlik ministerligi Xitoy hukumatining Amerikaga eksport qilmoqchi bo'layotgan tovarlarni ishlab chiqarishiga ishlatilgan qonunsiz va odamiysiz majburiyat amgikiga zarba beryotdi. O'zgacha alohidlik ega bo'lg'achqa, Amerika hukumati butkul Sharq Turkiston rayonidagi tovarlarga cheklama qo'yish qilmaslik to'g'risida texnik ko'p qonuniy analiz yapmoqda. Shundaq deyishga bo'ldiki, cheklash buyrug'i yo'l qo'yilgandan keyin o'zliksiz davomlashadi degan. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash ministerligining bayonotida cheklama qo'yilgan ishlab chiqaruvchilar va o'rinlar tuvandikilarni o'z ichiga oladi. Birinchi, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Lob nahiyasi 4-kasbiy mahorat tarbiyalash markazining emgak kuchi bilan ishlangan barliq mahsulotlari. Ikkinchi, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Lob nahiyalik chash mahsulotlari sanoat rayonida yasalgan sun'iy chash mahsulotlari. Uchinchi, atalmish Xinjiang Xitoy Juvan kiyim-kechak ishlab chiqarish cheklik shirkati va Baodong Lui Shuzida savdo cheklik shirkati ishlab chiqargan kiyim-kechak. To'rtinchi, Xitoyning atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Xinjiang Junxar paxta pishiqlab ishlash cheklik shirkatining mahsulotlari. Beshinchi, Xitoyning Anhui o'lkasi Xifei Pentland uchur texnik shirkati ishlab chiqargan kompyuter zapchaslar qatorliqlar.